Metroga yaqin yangi qurib bitkazilgan kottejli garadokimizda tartsovoyga tushgan 1,5 sotuvli 5 xonali xonadonimiz sotiladi. Sergeli tumani Beruniy mahallasida metro 11-bekatidan bor yo'g'i 8 metr uzoqlikda joylashgan. Hovli qismiga avtomobil tapchan bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy binoga kirishimiz keng hol orqali boshlanadi. Narxini oldindan aytib o'taman, $127 ming baholayapmiz. Birinchi ko'radigan xonamizda tayyor mebel texnikalari bilan kuxnya. Yonida birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzul qismi ham qoldirilgan. Koridor oxirida kattagina 15-20 kishiga mo'ljallangan ko'chaga qaragan o'znoynalar bilan zal qismi joylashgan. Yonida birinchi qavatdagi roditelskiy spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning isitish tizimi teplый pol va radiator asosida. Qurilish jarayonida faqat sifatli mahsulotlar ishlatilgan, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Birinchi xonamiz ikkinchi qavatdagi umumiy sanuzul qismi bo'ladi. Yonida ikkinchi roditelskiy spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Koridor oxirida kattagina ikkinchi qavat uchun alohida yana bitta zal qismi joylashgan. Oxirgi xonamizda detskiy spalnya bo'ladi. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqsanglar, kelishilingan narxlarda baraka qilamiz.